sizlarga kichkina lekin salarishli bo'lgan baquvvat motoblok kerak degan akalarimiz uchun Agroservis do'konlariga 7 ot kuchli salarishli motobloklarimiz yetib keldi akalar. Shu munosabati bilan hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotini berib, navolar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Videoni boshlashdan oldin pastda obuna tugmasi bor, obuna bo'lib, bitta like bosib, videoni ko'rishda davom etinglar. Motoblogimizni yoqilg'i turi salarka baklari 3 litrli. Yurg'izish joylari zavodning orqali yarim tortga zavod yetib oladi. Vozdoni filtrlari massivni qilib ishlangan. Massivni filtrlariga 50 gram 100 gram oqib ko'rgan bo'lsanglar, motorlar uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Reduktorlari juda ham katta reduktorlardan qo'yilgan, fursunkalari yaxshi fursunkalardan. Motorlari 173F motori bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizni skollar oldiga ikkitani, orqaga bittani skollarigacha qo'yib qo'yilgan. O'zini xuddi shunday bir xalta ko'rish-purishlarni dokumentlari chiqarib va motoblogimiz komplektida 4 qatordan 8 qatori bo'lgan qalam bo'lgan original frezalari va orqa tomonda o'zini stoykasigacha chiqadi akalar. Kimga xuddi shunday original salarishli motoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastidagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni akalar. Biz do'konda faqatgina xuddi shunday 7 ot kuchli salarishli benzinli motobloklar bas, 17 ot kuchli salarishli benzinli, 9 ot kuchli salarishli benzinli, statorli, statorsiz, hop. Keyin xuddi shunday 3 ot kuchidan 5 ot kuchigacha bo'lgan mini kultivot apparatlarimizdan ham bor. 7 ot kuchli motobloklarimiz statorlisi, salarichlisi, benzinlisi bor. Har xillaridan bor. Faqat motobloklarmi deyiladi, yo'q bizda. Ana shunday motopilalar, ikki tomonda motopilalarimiz bor va divizorlar, xuddi shunday drabilkalar, jodu apparatlari, lentali drabilkalar, kartine sistemalar, kartlar, suv nasoslar, har xil texnikalar bor. Kimga qanaqa texnika qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki zapchast topilmayotgan bo'lsa, ekranning pastdagi nomerlarga ham murojaat qilishingiz mumkin. Optim narxlarda xarid qilib olaman degan akalarimiz ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.